Agar shaxslar ustunlikni egallasa qanday bo'ladi? Fikr emas, shaxslar. Yoki jamiyatning sadoqati. Sen kimga sadiq qilsa birisiga, yoki bir aylanga, yoki bir jamiyatga. Sadoqati shaxslarga bog'lanib qolsa, yoki sevgi, muhabbat, nafrati shaxslar asosida bo'lib qolsa. Bu vaqt qanday bo'ladi? U vaqtida fikrlar, nas keraklar shaxsning atrofida aylangan bo'lib qoladi. Fikrlardan maqsad nimasi? Qimmat qarashimiz, kimligimiz, yurish turishimiz, obrazimiz, kimligimiz, hammasi fikr. Agar shaxslar sadoqat jamiyatdagi, har qanday bir jamiyatda sadoqat fikrga bog'lanmay, kim bog'lanib qolsa, shaxsiga bog'lanib qolsa, u vaqtida nas kerakdir, albatta, fikrmi, ideyami, qimmat qarash prinsipi hammasi shaxsning atrofida cho'kilajirgan bo'ladi. Ya'ni uni xizmatchisiga aylanib qoladi shaxsini. Shaxs bu yerda fikrinimi, ideyanimi, prinsipnimi, sistemanimi, nizomnimi, muassasani va nas kerakli hammasini u vaqtida o'zining manfaati uchun xizmat qildira oladi. O'zining guruhi, o'zining tashkiloti, o'zining mazhabi yoki o'zining buyumisi qarta xizmat qildira oladi. U vaqtida bu jamiyatning fikri, tafakkuri doirasi u qadar yuzaki bo'ladiki, u qadar oddiy bo'ladiki, chunki o'zidan boshqani o'ylamaydi. Mendan boshqasi yo'q, mening tashkilotimdan boshqasi yo'q, meningki tuqqanlarimdan boshqasi yo'q deydi. Ammo boshqa shaxslar, boshqa insonlar, boshqalarga munosabat u yerga kallashlatgidek hech bir narsa yo'q. Faqat u o'ylaydigani o'zi va o'zining atrofidagi odamdir. Shuning uchun buningki tafakkur doirasi intayin tar, intayin yuzaki bo'ladi. Demak, guruh doirasidan, jamoat doirasidan chiqolmaydi. Shunga bu shaxsiy bog'lanib qolgan vaqtida jamiyatdagi sadoqat bu yerda vatan millatdan, e'tiqoddan, qimmatdan, davlatdan buningdan so'z aytishga o'rin chiqadi ya chiqmaydi. Chiqqan vaqtida bu nimaga aylanib qoldi bo'lsa, chunki bu yerda prinsip muqaddas emas, shaxs muqaddas o'rin chiqib qolganligi uchun u gaplarga e'tibori, qimmati bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Bu ikkinchi halqa bu qarindoshimiz intayin diqqat qiladi.